Salom do'stlar, endi hamma narsa oydin bo'ldi. Bobur Abdulazizov nima uchun erkak bilan To'ktar bilan jang qilmoqchi ekanini ochiqchasiga aytdi. Assalomu alaykum hammaga. Ha, men profayizman. Просто menga interes erkak bilandagi, erkak bilanda bo'lsin, ularda bo'lsin, bularda bo'lsin, menga qiziq emas, kimda bo'lishi BMF kamari. TikToker Aziz jonli efirida Bobur bilan telefon orqali gaplashib, kutilmagan va'da berdi. Mana birinchi raund tutsam 10 millionga berasizmi? ha, bo'lsa sizga bo'lsa deb o'lib ketsin bu dunyo g'am tashvishi. Octagon 79 konferensiyada Bobur ring emas, aynan Octagonda jang qilishini yana bir bor ta'kidladi va uni faqat BMF kamari qiziqtirishini ochiq bildirdi. Assalomu alaykum hammaga. Ha, men profayizman. Просто menga interes erkak bilandagi, erkak bilanda bo'lsin, ularda bo'lsin, bularda bo'lsin, menga qiziq emas, kimda bo'lishi BMF kamari. Menga BMF kamari qiziq. Media base bo'lsin, prof base bo'lsin, menga boshqa qiziq emas. Menga просто BMF kamari qiziq. Menga interes BMF kamari qiziq. Чемпион сейчас Еркебулан Тохтар. Ты хочешь с ним драться? Или он же не профбоец? Prof dedilar. Теперь, после этого боя. Да. Теперь он стал профессионалом, как побил иранца этого. Prof deylasizlar, da. Men rubitsa qiladigan. Men ba'zan stoker rubitsa qiladigan. Любой, кто рубится. Stokada yaxshi, хорошо bo'ladi-da, aka. Rubitsa chotki bo'ladi. Barbada zerikarli bo'ladi-da, yaxshi bu. Menga yoqmaydi barbada kurash, dumalab yurib yoqmaydi. Stokada yaxshi. Meni xarakterim bo'yda chiqadi faqat. Bunaqa press konferensiyalarda bunaqa narsalar chiqmaydi to'g'risi. Men xarakterim meni qilalarni faqat bo'yda chiqadi. Bunaqa joyda kletkadan bu yoqda umuman boshqa odamman. Ringga kletkaga kirsam boshqa odamga aylanib qolaman. Kletkadan bu yoqda dusha hammaga o'xshaydi. Chunki kletkada sapendagim, chunki urmasam meni uradi-da. Shuning uchun kletkada sal boshqa odam bo'lib qolaman. Все начинается в клетке, да? Face to face начинается же все. Да, face-to-face начинается. Не уходи далеко, со мной еще поедешь. Если хочешь, брат. Shuningdek, qiziq bir voqea ham ro'y berdi. Agar Bobur To'ktarni birinchi raunddayoq yiqitsa, unga $10,000 berishini aytdi. Jangga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? BMF kamari kimga nasib qiladi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum, Boburjon, tuzimisiz? Do'stim, yaxshimisiz? Charchamasmi aka, ishlar yaxshimi aka? Xonadonlar tinchmi? Rahmat aka, tuzimisiz? Ha, bu TikTokda o'tirdim, hozirda 2000 odam hammasi mana erkak bilan jang bo'ladimi, Aziz deb so'rashdi, bitta telefon qilib bir o'zidan bir og'zaki bir intervyu olay dedim. Mumkinmi axir, bo'shmisiz? Ha, endi. Qochyapti shu aytganimda, qadaman deb hali. Qanda bo'lganman. Men Vanga bilan 3-4 kun yashaganman dedim. Ganga bilan yashagan so'l 3-4 kun. Ko'rinib turibdi sizga. Bo'lmasligi. Bu bizni auditoriya hammasi qiziq. Boburdan so'rachi, Boburjondan deyshib, bizi tomondan zatni bo'lgan yo'q-a? Yo'q, qanaqa uni bo'ladi aka. Ertaga aka. Mana ko'ryapsizlar. Sizdan 5,000 olishim kerak o'zgalarning. 5,000 xudo xolasa любой payt tayyor. Mana birinchi raund tutsam 10 millionga berasizmi? Ha. Bo'lsa sizga bo'lsa deb o'lib ketsin bu dunyo g'am tashvishi. O'lib ketsin. Bo'lsa sizga Ha, men nima dedim? TikTokdaman. Odamlar so'radi, shunga men sizga telefon qilyapman. Mana 2000 odam o'tiribdi. Sizga telefon qilib intervyu olyapman dedimki, og'zaki bir intervyu olyapman. Shu jangni mana u orqaga surib yordi-ku, erkak bilan. 2000 odamni ichida ayting aka, birinchi raund to'xtatib bersam, birinchi raund tutsam 10 ming berasizmi? Ha, beraman. U qochib ketyapti-ku, urushmayman deyapti. Uni qanday qilib olib Men navoda qo'l tushib qolsa-da, tushib qoladi. Ha, xudo xolasa tushsa 10 ming olasiz inshaalloh. Mayli o'zingizni. Yo'q, u hali urushmaydi-ku, uni biladi. Interpolda ham olib kelib bo'lmayapti. Deb sizlar mayli.